Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi soat tag'in Zaniyamiz klinika yanında aptekasi sotilyapti. Ichining sharoitlarini, razmerlarini ko'rsatib o'tamiz. Общий 120 kvadratmi, adashmasam shunday deyaptilar. Mana bu eshikdan kirib chiqish aptekaning skladi, xodimlar dam oladigan xonasi, aynag'inda sanuzellari bor ekan. Bu yoqda qo'shimcha 3 xonasi bor aptekadan tashqari. Bu esa mana aptekaga kirishimiz bo'ladi. Aptekaning ichida hamma sharoitlarga ega. Bu yerda dorilarni olib chiqib ketadilar. Hamma dorilarni olib chiqib ketadi. Qolgan mebellari, ishlab turgan hamma narsasi shu yerda qoladi. Bu yog'imiz klinikaga o'tish. Klinikaga bu eshikdan ham главный yo'ldan ham kirib chiqsa bo'ladi, aptekadan kirib chiqsa da bo'ladi. Mana bu bemorlarga qobiliyat tag'in bu yoqqa xizmat ko'rsatish. Hojatxonasi, aynag'ida da vannasani joylab bor xodimlar uchun, bu yerda klientlar uchun bor. Mana birinchi xonasi xizmat ko'rsatishga. Холодильниклari, ichi issiq, отопление o'tgan. Bu yerda gaz yo'q, to'xta qizdirib netib qo'ydik, lekin zo'r qizib turibdi. Mana ichining sharoitlari, bu yerda 4 odamga xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Bu koridorda o'tganimizda bu yoqdan yana oxirgi xonamiz, doktor o'tiradigan xonasi. Mana отопление to'xta qizib turibdi mana. Opisi mana mana narsa. Bu yerda doktor o'tiradigan xonasi bo'ladi. Bu yerda sotib turgandan maqsad doktor yo'q deydi. Qarab ishlatishga deydi, vaqtimiz bo'lmadi deydi. Qaralmayapmiz, qapqaraqdir deydi. Bu cho'nanda sottirganim yaxshi, sotib qo'yar ekan. Adresimiz Ilik Power Ilikka o'tib ketmay, bu yoqqa Xayrli bobo tarafga o'tganda o'ng qo'lingizda burungi sivaning to'g'risida joylashgan zdaniya bo'ladi. Uzunni 120 kvadrat. Aynag'inda aytganday 3 xonasi отдельный sklad, o'rta apteka, bu yoqqa klinika, klinikaning aynag'inda sirtida garaji ham bor. Yana qo'shimcha, yana bir plus sklad. Adresi tushunarli bo'lgan bo'lsa, shunday bu yoqda palvashdan ham klientlari keladi, toza raportdan ham klientlari keladi, bu yoqda kirib Xayrli boboning ham klientlari keladi, odamlari. Bu yerda odamlar muammo yo'q. Главный ishlatadigan odam kelish kerak bu yerga. Ajoyibundan zo'rindan bir doktor kelsa, ayniqsa aptekni to'ldirsangiz, ana shu sizga klient. Lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Bu yerda Devorakda yaqin yerda aptek ham yo'q. Bahasi 500 million aytilyapti. Qaytiladi, kelishlardi, kelib egalari bilan ustunda savdolashib olaverasiz. Kelib ko'rajaqlar, tasyak nomeriga telefon qiling. Aytib ko'rsatamiz. Pulini, savdosini egalarining o'zi bilan savdolashasiz. Bizlar bilan savdolashmaysiz. Qanday bahoga bersa-da egasi beradi. 1 so'mga bersa-da 10 so'mga beradi. Bizlar faqat klientni aytib ko'rsatuvchi. 100 odam ko'radi, 1 odam oladi. 1000 odam ko'radi, 1 odam oladi. Bizlar shu 1000 odamga ko'rsatib, 1 odam oladigan odam kelgan vaqtida egasini chaqirib, savdosini aralashmay turamiz. Qolgan kelib ko'rajaqlarda aytish bizning bo'ynimizdagi xizmatimiz bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsangiz mumkin. Endi ko'pchilik o'ylaydi ekan, voy o'rtada makler bor ekan, foydalanadi. Yo'q, bizlar foydalanmaymiz. Bemalol keling. Xalasangiz egalarining ham o'zidan so'rab ko'ravering, bizlar foydalanmaymiz. Biz o'zimiz xizmat haqimizni olib chiqib ketamiz. Sizga aloqasi yo'q. Siz bu izlarni 10 so'mga olsangiz ham, 1 so'mga olsangiz ham biz o'zimizning pulimizni olib ketamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, ana shunday klinika, dorixona olaman yo ochaman deganlarga обязательно videoni yuborib qo'ying. Yaxshi neda bahada qo'yilyapti. Bahasini yanada savdolashib ko'rsangiz, egalar ham savdolashib qaytib beraveradi. Hammaga yaxshi kayfiyat.